Salom do'stlar, siz O'zbegim TV kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Men sizning qabringizga tuflayman deb nomlangan drama va jinoyat janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Lekin yuragi bo'shlarni ko'rishni tavsiya bermayman. Yosh yozuvchi Jennifer Hales o'zining yangi kitobi ustida ishlash uchun o'rmon ichida joylashgan qishloq uyini ijaraga oladi. Jennifer uyga ketayotib yoqilg'i quyish shoxobchasiga to'xtaydi va u yerda 3 yigitni uchratadi: Jon, Andy va Stanley. Jennifer mashinasiga benzin to'ldirayotganida uni Jonni qo'rqitib yuboradi va qiz shu bahona aytgan manziliga qanday yetib olishini so'raydi. Shu payt kutilmaganda Jonnining oyog'iga suv to'kilib ketadi va u yerdagi yigitlar ularni ustidan kulib mazax qilishadi. Jennifer ijaraga olgan uyi tomon jo'nab ketadi va kulbaga yetib boradi. Jennifer kulbaga joylashadi va kompyuter orqali ijodini boshlaydi. Kulmak bo'yida oftobga tavlanib yotganda qandaydir tovushni eshitadi va qiz o'zida qo'rquv his qila boshlaydi. Kechki payt dugonasi bilan gaplashayotganida omborxonaga o'xshagan kulbadan tovush eshitiladi va uy yerga boradi va ichkariga kirganida turli xil buyumlar va dehqonchilikda ishlatiladigan qurollarni ko'radi. U yer qizga juda ham g'alati tuyuladi. Keyin ijaradagi uyiga qaytadi va oyog'iga kofe to'kilib ketadi. Kiyimlarni tozalayotganida qizni orqasidan kimdir kuzatayotgandi. Ammo qiz hech nimani sezmasdi. Ertasi kuni ertalab badan tarbiya qilish uchun yugurishga chiqqan qiz notanish kulbaga duch keladi va ichkariga kiradi. U yerda qandaydir mudhish voqea bo'lganga o'xshardi. Yuvinish xonasiga kirganida qo'l yuvish havzasidan iflos suv chiqadi va Jennifer ustani yordamidan foydalanishga qaror qiladi va ustani chaqiradi. Keyin usta keladi va qiz istagandek tuzatib beradi. Qiz xursandligidan usta yigitni yuzidan o'pib qo'yadi. Ustani salgina aqli zaifroq yigit bo'ladi va bo'lgan ishini do'stlariga aytib beradi. Yigitlardan biri qizni yashirincha videoga olgandi va yigitlarga ko'rsatadi. Qiz chiroyli va qaddi-qomati dahshat bo'lganligi uchun ular qizni zo'rlashga kelishib olishadi. Qizni telefoni suvga tushib ketganligi uchun u hech kim bilan bog'lana olmasdi. Ozgina kayfiyati bo'lmaydi, yashirib qo'ygan marixuanani chekadi va uxlab qoladi. Tunni yarmisida o'ziga keladi va tashqaridan qandaydir ovozni eshitadi. Qiz tashqariga chiqadi va kim bor deb baqiradi. Hech kim javob bermagandan so'ng ichkariga kiradi. Shu payt uyning eshigiga nimadir kelib uriladi va qiz qo'rqib ketganidan qo'lidagi shisha idishni tushirib yuboradi. Tashqariga chiqqanida eshikning tagida qush o'lib yotgandi. Keyin qiz ichkariga kiradi va kompyuterida yigitlarning suratini ko'radi. Keyin ular paydo bo'lishadi. Qiz ularga zudlik bilan uyni tark etishlarini buyuradi va politsiyani chaqirishni aytadi. Yigitlar qizning gaplariga vaqillab kulishadi va aqli zaif Matiyoni chaqirishadi. Qiz ularga ketishlari uchun pul taklif qiladi va yozuvchi bo'lib kelganini aytadi. Yigitlar qizning ustidan kulib spirtli ichimlik ichishga majbur qilishadi. Stanley esa qo'ldagi kamera bilan qizni videoga oladi. Jonni qizdan tishlarini ko'rsatishni buyuradi va uning og'ziga to'pponchani tiqib, xuddi o'zingiz tushundingiz. Stanley bo'layotgan ishlarni videoga olishda davom etadi. Mateo esa qizni yoqtirib qolganligi uchun jirkanishlarni qilish kerak emasligini aytadi. Andy esa qizni og'ziga butilkani tiraydi va qiz uning qo'lidan butilkani olib uning oyog'iga uradi va u yerdan qochib chiqadi. O'rmon ichida ketayotib sherifga duch keladi va to'rtta yigit uni zo'rlaganini va peshonasiga to'pponcha tiraganini aytadi. Jennifer sherifni uyiga olib boradi va ichkariga kirishganda hech kim yo'q edi. Sherif uyni ko'zdan kechirar ekan, qizdan tunda spirtli ichimlik ichganini, keyin esa marixuana chekkanini so'raydi. Sherif qiz aytgan gaplarga ishonmaydi va shunchaki mastlikdan ko'zingga shu ishlar ko'ringan bo'lishi mumkin deb aytadi. Keyin qizdan qo'llarini ko'tarishini va tintuv qilishini aytib, qizni orqasidan sekin ushlay boshlaydi. Shu payt kutilmaganda yigitlar paydo bo'lishadi. Sherifning ham ular bilan tili bir edi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Sherif ularning boshlig'i. Sherif o'zining haqiqiy basharasini ochib beradi va qo'lidagi palkasi bilan qizning ko'kragiga va pastiga tega boshlaydi. Stanley esa bo'layotgan ishlarni videoga olib turgandi. Ular qizni juda ham xunuk xo'rlashadi va Matiyoni qiz bilan jinsiy aloqa qilishga majbur qilishadi. Matiyo ularga qanchalik qarshilik qilmasin foydasi bo'lmaydi. Qiz tamoman holdan to'yadi va yarim yalang'och tashqariga chiqib ketadi. O'rmon ichida ketayotganda ular uning qarshisidan chiqishadi. Sherif ham nafsini tiya olmay qizni orqasidan juda ham qattiq zo'rlaydi. Bundan tashqari Jonni ham qizni zo'rlab hushdan ketkazib qo'yadi. Qiz yalang'och holatda tashlandiq ko'prikka boradi va ulardan qutulish uchun o'zini daryoga tashlaydi. Aslida ular qizni otib tashlashlari kerak edi. Qiz umuman suvda ko'rinmaydi va jasadi topilmaganligi uchun Sherif yigitlarga qizni topishni buyuradi va izlarni yo'q qilish kerakligini qat'iy tayinlaydi. Yigitlar qizning kiyimlarini va kitoblarini yoqib yuborishadi. Mateo bo'lgan ishlarni o'ylab o'tirganida ko'zga qiz ko'rinadi.
Ertasi kuni Stenli do'stlarining oldiga kelib video kamera yo'qolib qolganini aytadi va kasetada bo'lgan ishlar yozilganini qo'shimcha qiladi. Uning gaplaridan yigitlarning jahli chiqadi. Tunda Jonni yolg'iz o'zi uyda o'tirganida unga tashqaridan har xil ovozlar eshitiladi va eshigini tagida o'lgan qushning jasadini ko'radi. Ular qizni qanday qo'rqitishgan bo'lsa, qiz ham uni shunday qo'rqitadi va bu ishni hazillashib Matyo qilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Sherif xotiniga gol ko'tarib kelganida uyga kimdir kaseta tashlab ketganini xotini aytadi. Sherif kasetani ko'rib jahli chiqadi va bu ishni yigitlar qilgan bo'lsa kerak deb ularning oldiga boradi. U Stenlini siqovga oladi va og'ziga kasetani tiqib qiynaydi. Bundan tashqari Jon va Endi ham aybdor qiladi. Keyin ular bu ishni Matyo qilganini aytishadi va Jonni tunda bo'lgan ishni qo'shimcha qiladi. Sherif ularga zudlik bilan Matyoni topishni buyuradi. Matyo kichik daryo oldida turganida ko'zga qiz ko'rinadi va u qo'rqib ketgandan qizni ijaraga olgan uyga keladi. Zinapoyadan chiqib hushidan ketadi va o'ziga kelganida qarshisida qiz turgandi. Qizga qarab tirik qolganligini bilishini aytadi va qiz Matyoga kelib yoniga o'tirishni buyuradi. Matyodan shunchaki yordam so'raydi va uning bo'ynidan arqon o'tkazib bo'g'adi. Matyoni hech kim topa olmaydigan joyga qamab qo'yadi. Endi va Stenli Matyoni qidirishga tushishadi. Shovqinni eshitib tashlandiq klubiga kelishadi. Endi klub ichiga kirib ketganda Stenli qopqonga tushadi va bor ovozda Endini chaqiradi. Endi uning oldiga yetib keladi va qiz uning orqasidan urib hushdan ketkazadi. Qiz ularga qasos olish uchun ular qizga qanday yomonlik qilgan bo'lsa, 10 barobar qilib o'zlariga qaytaradi. Stenliga kamerani to'g'rilab, uni tug'ilganiga pushaymon qiladi. Endi ham qizni qo'lda ayanchli o'lim topadi. Navbat Jonniga keladi va uni benzin qo'yish shoxobchasida miyasiga temir buyum bilan urib hushdan ketkazadi. Jonni o'ziga kelganda qo'llari va oyoqlari boylangan holatda yalang'och turardi. U ham qizga nima qilgan bo'lsa, qiz ham unga dahshatli azobni tayyorlab qo'ygandi. Qiz birin-ketin uning tishlarini uzib oladi. Eng yomoni qizning og'ziga to'pponchani tiqqani uchun qiz uning tashog'ini uzib oladi va yigitning og'ziga tiqib qo'yadi. Jonni shu tariqa azob bilan o'ladi. Oxirgi odam Sherif qolganligi uchun qiz uning uyiga borib, uy telefonidan qo'ng'iroq qiladi. Sherifni ham soqqa tushiradi. Sherif o'ziga kelganda qo'llari boylangan va ketiga miltiq tiralgan holda edi. Qiz uning ketiga bir necha marta miltiqni tiqib oladi va Matyoni qo'liga miltiq orqali qo'yilgan tuzoqning ipini boylab qo'yadi. Matyo bir necha minutdan keyin o'ziga keladi va qo'lini ko'targanida miltiqning tepkisi bosiladi. Sherif va Matyo ayanchli o'lim topadi. Film mana shunday holatda ayanchli tugaydi.